Yoshingiz nechida? Men 70daman. Ana. Menga yaxshi ta'sir qildi. Mendan gijjalar tushdi. Ko'rdingiz, Yolg'on gapirmayman. Men rost gapiryapman. Endi paptorga keldim. Paptor dorisini olib iching. Yana natijani, yaxshi natija yana bo'lsa, men o'zimni ko'rsatib xalqqa gapiraman. O'sha ichingizdan tushgani uchun keldingiz paptorga. Ichimdan tushgani uchun. Nimalar tushdi? O'sha gijjalar tushdi. Men endi gijjani tanimayman. Mana shu uzunroq, sal kattaroqlar tushdi, yaxshigina tushdi. Shuning uchun 1 soatda tushdi, bir kun darozi bir kunda tushdi. Shuning uchun endi paptorga keldim yana shu dorilarda ichsam, yana tozalansam, maqsadga muvofiq deydimi, shunaqa bo'lardik. Sog' bo'ling.